Mana shunaqa holatda cho'chimay bayga kiraverasizlar. 100% bay. Bu demo shot. O'ylamanglar, bu real shot. Demo shot deb o'ylamanglar. Prosta men ko'rsatib bermoqchiman, chunki real shotda ham mana shundan kiraman men. Prosta hozir ko'rsatib berayotgan paytimda real shotni hozir ochiqlik uchun men demo shotdan bo'lsa ko'rsatib beraman. Ochaverasizlar, cho'chimaysizlar bu joyda. Umuman qo'rqqanda shunaqa sinsin deb turib ochaverasizlar. Shotlarni necha pul bo'lsa ochaveringlar. Asosan razgon, pazgon deydiganlar hammasi shunaqadan ishlashadi. Ya'ni kech chiqadi, 2 marta уже ko'tarilyapti-da mana. Bitta ko'tarilyapti, ikkita ko'tarilyapti. Bu aniq. Uni keyingi ko'tarish manzili ham. Kumayda уже katta yig'ilish bo'lyapti. Bunaqa nima deydi mana uni? Trend liniyamidi, anaqa liniyami, bir narsa liniyaga mana bunaqa to'g'ri kelyapti. Keyin take profit degan narsani maniga qo'yaverasiz. Birinchi take profit metta bo'ladi, ikkinchisi metta bo'ladi, uchinchisi. Ular shunaqa qilib trade qilaverasiz. Asosan mana shunaqa joydan ishlaydi ko'pchilik. Mana shunaqa joydan kirib ishlashadi. M5 dan ko'rishingiz mumkin buni. Agar bu M5 bo'lajak tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, bunday qilib turib M3 dan ko'rasiz buni. Mana M3 da idealniy shakllanayotgan bo'ladi. Bo'lmasa bunday qilasiz. M2 ga o'tasiz. Mana cho'chimay ochavering buni payt. Chiqadi u, aniq chiqishi. Mana ketadi shaqqa qarab hozir. Mana asosiy razgonchilar bor-ku, mana shunaqa paytdan ishlashadi. Mana shunaqa holatdan ishlab turib, prosta katta lot kiradi, chiqib ketadi mana shunaqa joydan. Katta. Misol maksimum ochalasiz $100 bilan. Aytaylik 007 ocholmaysiz. 007 ochilasiz. 007 ochaylik. Допустим, mana shu joyda endi hozir kirgan joyim smetmi? Mana shu yerdan olib chiqdingiz deylik. Monetni o'zida уже siz $19-20 topaverasiz. Bu hozir maniga chiqadi. Maniga chiqadi bu. Aniq. Cho'chimasdan ushlavering mana shugacha. $50 mana shu o'zigacha 007 da $50. Da riski katta. Lekin bu chiqishi aniq. Stopni ham ehtiyot shart mana metaga qo'yaverasiz. Hayaga 10, 11 yo $12. Mana. Bo'ldi. Mana shunaqa qilib ishlashadi. Asosan nima edi? Razgonchi treyderlar, boshqa asosan juda ko'p treyderlar shuna ishlaydi asosan. Endi bundan mustasno bo'lganlar bor. Azhalikov, ya'ni shunaqa katta treyderlar bor. Ular endi bozorda kattaroq ko'rishadi. Shu kattaroq ko'rib ishlashadi. Tak, bu hozir mana shunaqa bo'lib nima deydi? Tepaga ko'tariladi. Endi necha vaqt kerak bunga? Может bu hozir bitta tushib turib keyingisidan ko'tarilib ketishi mumkin. Shunaqa. Lekin обязательно ko'tariladi. Bu aniq. Ko'tarilishi shart va majbur. Prosta majbur. O'sha balans ko'tarilib ketgandan keyin уже umuman o'sha demo shotga o'xshab ishlab yuraverasiz. Keyin u vaqtda muammo bo'lmaydi. Mana. Bo'ldi, ketdi. Ana. Bo'ldi. Mana asosiy treyderlarning ishlash nimasi, prinsipi shu. Asosiy ko'pchiligini. Mana shu opitniy treyderlar bor, o'sha misol Azhalikov, men asosan Azhalikov deb bilaman, chunki yoshlikdan taniganim shu Azhalikov. Shuning uchun ishonchli. U kattaroq ko'radi bozor buni odamlar. Muslimali bor, u ham zo'r ko'radi bozorni. U o'zini prinsip yo'nalishi bor odamlar. U ham zo'r ko'radi bozorni. Tahlil qilib kirsangiz, riskni boshqarib kirsangiz, uni ham kanali zo'r odam. Shunaqa xullas asosiy bozorni ko'rish nimasi.
sal pastroqda ochildi tepa. Tushib ketib qoladi. O'ylamang tushib ketishini, ko'tarilib ketishini o'ylang. Mana shu maykkacha ko'tarildi, u qiyin narsa uni tushishi. Mana. Xullas shunaqa gaplar. Biz prinsipi yo'nalish tushunarli, nima qilish kerakligi va shunaqa ishlar tradingda. Hozir o'ylaysizki, oqib ketadi, hozir pastga bo'ldi, oqib ketyapti deb o'ylaysiz. Hozir shu holatda. Yo'q akalar, oqib ketmaydi, hech ham oqib ketmaydi. Hech tashvish tortmanglar, oqib ketmaydi. Qaytadi, chiqadi. Может, oqsa ham mana atrofga jichchayani pastga tushadi-da, baribir tepaga chiqadi. Shu. Lekin oqib ketmaydi hech qachon. Oqib ketmaydi. U обязательно chiqadi. Chiqishga shart va majbur. Shuna paytda yana tiqib olasiz. Ko'pchilik shunaqa qiladi. Shuning uchun 0.01 dan bitta kirasiz, keyin pastroqdan tiqib olasiz. Mabodo. O'zi ko'p treyderlarimiz shunaqa qiladi. Shunaqa qilib to'qib turib, men ishlab tashlayman, men soqalab tashlayman. Bo'ldi, mana mashina joylaridan ishlab olishadi, bo'ldi. Ularda ham o'sha yurish turishi zo'r. Tasaliydi, Ziyo trade degani bor edi. Maqtanib shu bitta oqib ketgan tayna katta ochuvdi. Shu kundan beri kuzatmayman u bolani. Men u bolani professional deb hisoblamayman. O'sha bitta shot ko'tarilib ketib qolgan, keyin bunday qilib demo shotni qanday ishlatsa, shuni ishlayveradigan bolalardan. Основani o'rgatishadi ham bolalar. Lekin nima desa bo'ladi? Ko'p narsani o'rgatolmaydi bolalar. Xullas, menimcha prinsip tushunarli, holat tushunarli. Videoni bag'ini tezlashtirib yuboraman, chunki vaqt. Hozir mana 15 minut tursam, mana video ham 15 minut bo'lib ketadi. Deb qilib, rosa 15 minutlikka olay. Mana mashqdan ko'rib olaverasizlar. Holat. Men o'sha aytganimdek, xullas bo'lmaydi, oqib ketmaydi bu. Mana hozir chiqadi, mana uni yorib chiqqandan keyin, mana uni yorib chiqadi-yu. Tem bo'li yopmay qo'yaverasizlar, bu обязательно chiqadi. Xullas shunaqa tradingda xullas osonroq tushib olish uchun shunaqa qilib ishlab tursalar ham bo'ladi boshida. Endi risk, boshqa narsalar endi o'zlaring hal qilib olasizlar. Xullas demo shot bo'lsa ham mana, lekin realda misol 100 ming, nima edi, 10 mingdan ortiq puli bo'lganlar mana shunday ishlab olardi, bu aniq. Mana ketdi, mana 3 ta mana. Mana u nimaga tushdi desalar, mana stoplarni olgani tushdi-da, mana shu bor-ku. Mana shu M1 ga olaydi-da. Mana tushib kelgan bor-ku, mana yaramas, mana ablah. Mana shu stoplarni yig'ib chiqib ketdi hozir. Shuncha stop olib ketdi shet o'zida. Mana endi chiqib ketyapti, mana oxiri yo'q chiqib ketyapti. Mana ketdi. Bular shunaqa.